Assalomu alaykum, hurmatli Ferma Uz obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari. Akalar, ukalar, bugun xudo xolasa sizlar uchun maxsus video bo'lyapti. Yo'qsa har doimgidek bitta like bosib qo'yamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvani qo'rg'onchasidan Soypagan uyda video olyapmiz. Qiziqqanlarga mollar ham sotiladi. Sementalar hammasi sotiladi. Hozir biz mavzuyimiz bu mollar nima yeydi va necha mahal o't yeydi, qanchadan kepaydi, shu haqida video bo'lyapti. Ukalarimiz xudo xolasa mana mashmollar qaraydi, 7 ta moldi. O'zlaridan mashlarni so'raymiz. Yaxshi videolarimiz yoqsa bittadan like bosib qo'yamiz. Obunachilar mana. Mabodo ishqozlar bo'lsa sotilaveradi. Screenshot qilib tashlasalang, mollar sotiladi. Dastlabkilarni qilib berishadi. Akalar, ukalar, xudo xolasa mana ukamiz yomg'ir bo'lishiga qaramasdan mollar o't solyapti. Hozir mana bir ete solaymi? Birinchi ete solishdi mana. 7 ta mol bor bu yerda. To'g'rimi? 7 tami? Ha. 7 ta mol bor. 7 ta molga bir ete berishdi. Bir etelar bilma Alloh xolam 35 kilo chiqadi. 35 kilo. Necha ete beriladi hammasiga? 3,5. 3 ete 35 kiloni, 30 kiloni hisoblaganda 90 kilo. 90 kiloda nechta 7 ta molga berishyapti mana. Ukalarimiz 90 kilodan ertalab 90 kilo, kech payt 90 kilo. Endi taxmin aniq bas. Taxmin qilinyapti. 90 kilo yeydi 7 ta mol. Ha, yirik 7 ta mol 90 kilo yeydi. Endi kepayiga keladigan bo'lsa, bu mollar nima yeydi bu? Kepayda. Yem yeydi. Qanaqa yem yeydilar? Yem kepayda o'zini yeydi bu mollar? Ha, bu mollar kepayda o'zini yerkan. Hozirchalikka. Chunki bu mollar yetuk. Yetuk molga o'z bilasizlar kepaya beriladi. Sababi bilmaganlar uchun shu joyiga bitta like bosib qo'yasizlar. Ekran ustiga like bosib qo'yamiz. Kommentariyga fikrlaring qoldirib. Obunachilar, kepaya berishdan maqsad yetuk molga, masalan, shu mol tuqqandan keyin taysa o'radi-yu, ishiq taysa oladi. Ashuni tezroq ishig'i qaytib ketishiga foydasi bor. Tezroq ishig'i qaytib ketadi. Ha deb ishig'i bo'lavermaydi. Xonajinda asosan xonajinlarda vobshe taysa o'radi, u kunligigacha so'radi-da, shunda mollar tay vobshe nima bo'lib ketadi. Ishig'i tezroq qaytishiga sababchi bo'ladi. Tezroq sutga kirib ketishiga yaxshi bo'ladi. Mana ikkinchi etikni tashashdi mollar, jonivorlar. Zagonda keyin akalar, zagonda yurgan molga 1-2 kilodan aytilgan nimadan ko'proq berilaveradi. Siliosni ham ko'proq tashab qo'yasizlar, kepaydi ham. Chunki yeb bitta deb turib nima qilib qo'ymaydi, aylanib yeb yuraveradi. Yeb ichib aylanib kelib yana yeb, aylanib yuraveradi. Mol zagonda tez semiradi. Hozir kepayni ham ko'rsatib beramiz. O'z mana. Mana unda nechta berishasan bitta molga? Mana unda? Obunachilar mana. Oddiy kraskaniki. Mana. Kraskaniki. Shunda mana 2 kilo. 2 kilo. 2 marta beriladi. Menimcha 1 kilodan oshiq 1 kilo hisoblasang, hozir mana 1 kilodan oshiqmi? 1 kilo, 1,5 kilo. 1,5 kilodan hisoblaganingizda bir mahalda 2 tadan berilsa, bir mahalda kepayda o'zini 3 kilo yeyotgan bo'ladi ashunda. Kech payt 3 kilo yesa 6 kilo yeyapti shu mollar. Vallohu alam 6 kilo. Endi biz aniq kaki nima qilib berganimiz yo'q. Molda o'zini go'ngiga qarab nima qilib olaverasizlar. Qancha go'ngi qattiq bo'lgan sari sekin-sekin yemni qo'shaverasizlar. Go'ngi qattiq bo'lsa, qo'shaverasizlar dadil-dadil. Agar suyug'lashi o'z bir xilda me'yoriga kelib oladi, ashunda bir xilda tempda ushab maqlinaveradi. Mol eti tezroq oladi. Keyin obunachilar, sizlarga yana bitta maslahatim, mabodo mollaring 6 oylik, 7 oylik bo'lib qolgan bo'lsa, sraz ustidan chiqaringlar. Dehqon akalarimiz ko'pi 8 oygacha sog'ishadi. Ko'pi 8 oygacha sog'adi. 6 oy, 7 oyda 6 oyda ustidan chiqarib olsalaring yana ham zo'r bo'ladi. Chunki mana bu mollar et olishiga zo'r sababchi bo'ladi. Et olishiga. Zo'r et oladi bu mollar. 7 oyda chiqarsalaring
Ham bo'laveradi. Endi 6 oyda chiqarsalaring, mollaring yaxshi pulga sotasizlar, tezroq semiradi. Tezroq semiradi. Zagonlaring bo'lsa, iloji boricha zagonga qo'yib yuborganlaring yaxshi. Yumshoq joyga qo'yib yuborsalaring, oyog'i ham ancha-muncha og'rimaydi. Bitta molni bitta joyda turgan molni oyog'i ishib, tuyoqlari katta bo'lib, og'rib qolaveradi. Agar mana qilib yurib tursa mollar, xudo xolasa ancha-munchaga og'rimaydi tuyog'i. Ancha-munchaga og'rimaydi. Mana mashxonachilar ham silliqlanib yotibdi badani. Sizlar qana ko'rgan bilinmanu, silliq badani. Shu xonajin ham silliq. Obunachilar mana. Kepeda o'ziz berilyapti mollar. Nech 2 mahal kepe, 2 mahal o't beriladi-a bularga? Suv nech mahal beriladi? Bir mahal suv, bir mahal ataladi. Bir mahalga suv, bir mahalga atala. Ha, bu mollar nimaga kepeda oz berilyapti? Degan sabab bularga chunki atala ham berishyapti ekanda. Mana. Mash bolalar o'z biladi. Nima qilishsin? Bittadan like bossin, like. Like bosib qo'yinglar obunachilar. Shu bolalar havas qilganlar. O'g'lim shunaqa mehnatkash bo'lsin deganlar bittadan like bosib qo'yamiz ekran ustiga obunachilar. Bolalar tinmayapti mana. Bilib turibsizlar, hammada yomg'ir yog'yapti. Bolalar tinishgan yo'q mana. Yerlar hamma yoq kach-kach bo'lib yotibdi. Keyin bunga siliosni ham bir nimasini ko'rsatib beraylik. Mana. Ko'ringlar. Siliosni ham somon qo'shib bersalaring, mollarni ichiga ham yaxshi. Ancha-muncha ichini ham o'tkazolmaydi. Siliosda nima qilib bosayotganlaringda iloji boricha somonni dadil-dadil qo'shib beraverasizlar. Mana, to'xta, mana shu yerda mana. Mana obunachilar mana. Tagiga somon sepildi. Tagiga somon sachilgan, ha? Ha. Tagiga sachilgan. Ko'pgina dadil-dadil sachilaveradi somonni. 6-7 satildi. Mana shu yerga, nech persep aytdi? 4%. 4 persep. 4 ta traktor persepida silos bosilgan. Nechta somon tashalgan? Kamaz aka. Kamazdami? Nechta tomon tashalgan? Taxmin. 6 testa tashalgan. Shu kichkina joyiga. Sizlar 10 ta tashinglar, zo'r bo'ladi. Ancha-muncha keyin tevalarni yaxshi bosaverasizlar. Achib qolmaydi. Ancha-muncha achimaydi. Keyin achigan silos bu mollar yesa endi xudo biladi, bola tashattirib qo'yishi mumkin. Unda toza bo'g'oz molga toza silos bergan yaxshi. Endi novoz bo'lsa-yu, qisir mol bo'lsa bo'laveradi. Uni bolasi yo'q bo'ladi qonida, ular unchalik zarari yo'q. Mana obunachilar mollar qaranglar, jonivorlar, turishini qaranglar bular. Kommentariyga fikrlarini qoldirib qo'yinglar. Like bosib bepul bo'lsa, bittadan like bosib qo'yish kerak. Mana obunachilar. Qoni to'q aka. Kekirib yotibdi. O'zi mana molligingiz kelmayapti. O'ti dadil berilaveradi obunachilar mana. Oxirida ko'ryapsizlar. Mollar yegiz kelmay yuribdi mana. Uzun qilib boshdan oxirigacha nima qilyapti? Silos solib qo'yishyapti. Silos qachon yem qachon beriladi mana? Yemini ham beringlar bitta. Yemini. Qani? Yem beradi qo'y. Videodan uzoqlashmaysizlar obunachilar. Obunachilar mana. Ano faqir teshi sababli jonni berishyapti. Jonni ko'targinda. Ko'tar, men qara. Ko'tar, men qara. Men qaratki. Bu ano teshi sababli mash qancha chiqadi? 6 kilo chiqar aka. Ya, 10 kilo chiqsa kerak, yo chiqmaydimi? 6 kilo 6 kilodan ko'p chiqadi. Nechta molga mashina hozir? Qani bir solingchi. 5 ta mol. Yaybayib solin, yaybayib, mana. Yaybayib solinaveradi. Mana obunachilarga qarang. Sizlar kutgan video bo'lyapti, dehqonlar, dehqon akalarimiz. Endi mol purishlar buni o'rgatish keragi yo'q, o'zi biladi, o'zi mol purish akalarimiz o'zi biladi bunaqalar. Mollar, mana jonivorlar. Mana shu molni qiyos qilaverasizlar. Dehqondan olingan kechroq sutdan chiqargan ekan shu mol mana. Badanini ko'rib turibsizlar, ariq mol. Nargiga o'xshab silliqlan badan bo'lib ketmagan, ariqroq. Shuncha 6 oyda chiqarib olganlaring ma'qul. 6 da chiqarib olsang yaxshi bo'ladi.
Obunachilar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ukalarimiz mehnatiga bitta like bosib qo'ysiz.